Uyghur agentligining huzurunlağı tayarlagan bu haftalık Uyghur xabarlari tuvadikçe. Xitay elçixanasının Uyghur ayollarını bala tug'ish mashinasi deb haqorat qilgan Twitter şirkati tarafidan o'chirildi. 7 yanvar kuni Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi Twitterda Xitoy kundalik gazetining radikallikni yo'qotish Xinjiangdagi ayollarga texnik ko'p huquq berdi sarlavlik maqolani tarqatgan bo'lib, Xitoy elchixonasi mazkur ulanma ustiga tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Xinjiangdagi Uyg'ur ayollarining kallasi ozod qilindi. Jinsiy barobarlik va tug'ut bexatarlik yuqori ko'tarildi. Uyg'ur ayollari endi bola tug'ish mashinasi emas, ular texnik mustaqil va o'ziga ishonadi deb yozgan bo'lib, bu keng Uyg'ur ziyolilari va g'arb tanqidchilarining keskin tanqidiga duch kelgan. Ko'plab shikoyatlardan keyin Twitter bu uchurni belgilamaga xilof deb o'chirib o'tgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo agar Amerika Uyg'urlar uchun so'zlamasa, boshqalar Uyg'urlar uchun so'zlamaydi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 7 yanvar kuni agar Amerika Uyg'urlar uchun so'zlamasa, boshqalar Uyg'urlar uchun so'z qilmaydi dedi. Uyg'urlar qirg'inchilikqa duch kelgan o'tgan 4 yildan beri dunyo asosan degidek sukut turganda, Amerika hukumatı Uyg'urlar uchun haqqoniyatni yoqlab keldi. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika tarixida Uyg'urlar uchun eng ko'p so'zlagan ministr bo'lib qoldi. Xitoy Dunyo Sahiyya tashkiloti mutaxassislarining Xitoyga berib virusning manbasini tekshirishni rad qildi. Xitoy hukumatı Dunyo Sahiyya tashkiloti mutaxassislarining Wuhanga berib Xitoy virusining manbasini tekshirishni rad qilib, ularga aloqador rasmiyatlarni bajarib berishga qarshi turgan. 5 yanvar kuni Dunyo Sahiyya tashkiloti boshlig'i Dr. Tedros muxbirlarga oshkorlagan so'zda 2 nafar mutaxassisning allaqachon o'z davlatidan Xitoy qarab yo'lga chiqqanligini, ammo Xitoy tarafidan rad qilinganligini, buningdan qattiq afsuslanganligini aytgan. Bu Xitoyning har qanday xalqaro qoida tuzumlarga rioya qilmaydigan bandit ekanligini qayd isbotladi. Angliyaning Marcus va Spencer kiyim-kechak shirkati Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish harakatiga ovoz qo'shdi. Angliya radio shirkati BBCning xabariga qaraganda, 6 dekabr Angliyaning danglik kiyim-kechak setish shirkati Marcus va Spencer o'zining Uyg'ur diyorida ishlangan har qanday paxta to'qimchilik mahsulotlarini ishlatmaydiganligini jakarlagan va boshqa shirkatlarni Xitoyning Uyg'urlarni majburiy qo'l qilishga aloqador har qanday shirkat bilan hamkorlashmaslikka chaqirgan. Alma şirketiga linza ishlaydigan Xitoy shirkati Uyg'ur majburiy ishchilarni ishlatgan. Amerikaning texnika nazorat to'ri berganning xabariga qaraganda, Alma shirkatining foto aynigini ishlashga mas'ul Xitoy shirkati Hunan o'lkasidagi linza texnologiyasi necha ming Uyg'ur ishchilarni qo'l qilib ishlashga chetiladi ekan. Mazkur to'r bekat Xitoyning Uyg'urlarni ishga o'rlashtirganligini tashviq qilish uchun ishlagan bir videoda Uyg'ur ishchilarning chiroyi aniq ifodalanganligini, ularning mazkur shirkatning logosini qo'lda tutib turganligini isbot qilgan.